Bir xil pekaron. İçida bunday kvarts qummi bo'ladi. İchidan sim tortiladi. Naguzga qarab uni sechenasi tanlanadi. Diametri. Ya'ni u o'tiklama va qisqa tutash bo'lgan paytda kuyadi. Va buning natijasida hosil bo'lgan katta yoyni, ya'ni dugani mana kvarts qummi so'ndiradi. Mana bizda saqlag'ichga tanlangan sim. Mana duga bo'lganda kuyib, mana bunday shaklga kelib qoladi. Mana shu mis to'la bo'lgan. Mana bunday qisqa tutashuvda, yuqori kuchlanishda shunaqangi duga bo'lganki, o'sha oltin bo'libdi. Mana bu holatdagi sim, mana bu holatga kelib qolgan. Katta temperatura ta'sirida va kvarts qumi birgalikda. Mana bu qismida mana bu indikator bo'ladi, urganda chiqib qolishi kerak. Bu hattoki dugaga qotib qoldi ichida. Mana bunday chekkasidagi plastinalar ajratib olinadi, ichiga sim tortiladi. Yana xuddi shunday va qum to'ldirib atrofi mana deb payt qilib qo'yiladi. Shu bilan ishlayveradi. Agar bu noto'g'ri tanlanadigan bo'lsa va o'rtasidan agar bir nechta maydadan emas, bitta qalin tortadigan bo'lsa, hosil bo'lgan duga mana yorib yuborishi mumkin buni. Shuning uchun bir dona qalindan emas, bir nechta toladan ko'pgina tortish kerak bo'ladi. Va aniqrog'i nominal tokiga qarab iste'molchimizning